Assalomu alaykum, men Shukrullayeva Aziza. Bugun sizlar bilan nutqda kamchiligi bo'lgan bolalarni oilada tarbiyalash fanidan video darsimizni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz logopedni oilada maxsus nutq tartibini tashkil qilishi va bola nutqining rivojlanishining algoritmi mavzusida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz 3 rejadan iborat hisoblanadi. Birinchi rejamiz bolalarda nutq rivojlanishining algoritmik yondashuvi va asosiy bosqichlari. Ikkinchi rejamiz oila ishtirokida nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi madaniy va tilshunoslik manbalari. Uchinchi rejamiz nutq tartibini tashkil qilish uchun algoritmik usullar va amaliy tavsiyalar hisoblanadi. Bolalarda nutq rivojlanishining algoritmik yondashuvining asosiy bosqichlari va tavsiflari 3 bosqichda amalga oshiriladi. Bularda bosqichlarni birinchisi aniqlash, ikkinchisi individual yondashuv, uchinchisi amaliy tavsiyalar hisoblanadi. Nutq rivojlanishining bosqichlari, yosh va rivojlanish xususiyatlari 4 bosqichda amalga oshiriladi. Bunda yosh bosqichlari, tashqi va ichki faktorlar, rivojlanishning xususiyatlari, yosh va rivojlanish uchun tavsiyalar hisoblanadi. Tilshunoslik va madaniyatning nutq rivojlanishida ta'siri va oila maktab muhitlari ham 3 bosqichda amalga oshiriladi. Bunda tilshunoslik va madaniyatning nutq rivojlanishiga ta'siri, oila va maktab muhitlari, madaniyat va til integratsiyalari hisoblanadi. Tilshunoslik va madaniyatning nutq rivojlanishiga ta'siri bolani nutq shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ularning o'zaro xosligi va an'analar nutq rivojlanishini belgilaydi. Oila va maktab muhitlari. Oila va maktab muhitlari boshqa bolalarda til o'rganish uchun muhim hisoblanib, ularda tilni to'g'ri va madaniyatga mos ravishda rivojlantirishga ta'sir qiladi. Nutq tarkibini tashkil qilishda algoritmik usullar va amaliy tavsiyalar. Nutq tartibini aniqlash, individual yondashuv va zamonaviy texnologiyalarni o'z ichiga olgan holda amalga oshiriladi. Oila ishtirokida nutq va rivojlanishini madaniy namunalari va an'analari bilan tushunish. Ya'ni bunda madaniy o'ziga xoslik, til va madaniyat, an'anaviy rivojlanishni o'z ichiga olgan holda amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi. Tilshunoslik namunalari, oila va madaniyatning nutq rivojlanishiga ta'siri. Tilshunoslik va madaniyat, oila va til, madaniy qoidalar, lug'at va uslub kabi bosqichlarni o'z ichiga olib, bularni har biri bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Oila va muhitning madaniy va tilshunoslik xususiyatlari bolaning nutq shakllanishiga ta'sir qiladi. Bunda madaniyatga ta'siri, til va madaniyatning aloqasi, oilaviy muhitning roli, madaniy farqlar va ta'sirlar kabi bosqichlarni o'z ichiga olgan holda rivojlanadi. Madaniy qoidalarga asoslangan nutq rivojlanishida oilaning roli va ahamiyati. Bunda oila va madaniyat, madaniyat qoidalarining ta'siri, oila va til integratsiyalarini o'z ichiga olgan holda amalga oshiriladi. O'zbekiston madaniyatida oila va tilning integratsiyasi, ya'ni nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash. Birinchisi madaniyat va til integratsiyasi bo'lsa, ikkinchisi oila muhitining roli, uchinchisi zamonaviy texnologiyalar hisoblanadi. Bolalarda nutq rivojlanishida algoritmik yondashuvning asosiy bosqichlari, nutq bosqichlari, algoritmik yondashuvlar, amaliy tavsiyalarni o'z ichiga olgan holda amalga oshiriladi. Nutq tartibini tashkil qilishda madaniy va tilshunoslik namunalarining ahamiyati. Madaniy namunalar, tilshunoslik xususiyatlari, madaniyat va til integratsiyasi, oilaviy rol kabilarni o'z ichiga oladi. Oila ishtirokida nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi amaliy algoritmik usullar. Bunda oila ishtirokidagi faollik, interaktiv faoliyat, lug'at boyligini oshirish, munosabatli muhit yaratish hisoblanadi. Nutq tartibini tashkil qilish uchun zamonaviy texnologiyalar va metodlar. 4 ta zamonaviy texnologiya va metodlar mavjud bo'lib, bularda interaktiv texnologiyalar, sensor qurilmalar, dastur va ilovalar, onlayn resurslarni o'z ichiga olgan holda rivojlanadi. Bolalarda nutq rivojlanishini kuzatish va baholash uchun samarali tavsiyalar, bularda o'sha nutq kuzatuv usullari, baholash me'yorlari, familiya orqali monitoring va texnologik vositalarni o'z ichiga oladi. Bugungi mavzuyimizdan xulosamiz shundan iboratki, nutq rivojlanishining bosqichli yondashuvi. Bunda yuzaga keladigan har bir bosqichda til va muloqot qobiliyatlari rivojlanadi va yangi imkoniyatlar ochiladi. Madaniyat va texnologiyalarning muhim roli.
Madaniyat va texnologiyalar nutq shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Oilaviy maktab muhitlari orqali bolalarning kommunikatsiya imkoniyatlari kengayadi. Individual yondashuv va amaliy tavsiyalar har bir bola uchun shaxsiy nutq algoritmi ishlab chiqariladi va zamonaviy texnologiyalar yordamida nutq rivojlanishi samarali va uzluksiz o'tkaziladi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.